Əslima, o tatlıq bir muhabbət. Əslima, o balaliqdagi şirin arzular. Əslima, o qarindoshlar muhabbati. Əslima, o yoshlikdagi qaynoq hissiyot. Əslima, o do'stlik rishtasi. Əslima, o qirollikdagi jo'shqin hayot. Əslima, o savaqdoshlar mehri. Əslima, o güzel kunlardan qoldirilgan xotira. Unutulmaz Əslima. Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi azizlar. Ko'rayotganlar Şinjan Güluz şirkati xos nomini olgan Güluz Unutulmaz Aslim programmasi. Programmamizni Şinjan Luqman Akim Biopentexnik Çekiliş şirkati alayda qo'lladi. Biz mush munosabat bilan riyosatchining kiyimini ta'minlagan elchi Miras kiyimchiligiga alayda rahmatimizni aytamiz. Sahnimizni o'zining sifatli, rohat, safa o'rindiqlar bilan ta'minlagan Shoh O'rda uy jihozlari o'rniga alayda rahmatimizni aytamiz. Sahnimizni televizor bilan ta'minlagan Şinjan Pellin Energiya Soda Çekilish şirkati tarmog'idagi Sanshin uy jihozlari to'p tarqitish markaziga alayda rahmatimizni aytamiz. Ichimliklarning sarkisi bo'lgan Abida Pay Hasidorlik Çekilish şirkatiga rahmatimizni aytamiz. Uningdan boshqa ko'rkam, ziyonsiz oshxon buyumlari ishlab chiqargan Vah şirkatiga mo alayda rahmatimizni aytamiz. Vah chin qachilarda qiziq damlangan bir piyola choyni ichgash unutulmaz Aslim programmamizga jo'r bo'laylik. Programmamiz suratga ilinib, nopozliq taratqularda tarqatilgandan keyin har qaysi joylardagi har kasbdagi peshqadam ustozlarning, kasbdoshlarning va qizg'in ko'rmanlarning yuqori bahosiga erishdik va nurg'ulg'an taklif baholarni qabul qildik. Biz ana shu sizlar izlanayotgan, sizlar hikoyasini anglashga urinayotgan shundaqla o'ylayotgan peshqadam ustozlarning, o'rta yosh san'atkorlarning unutulmaz aslimisini sizlarning huzuringizga sunishga tirishchanlik ko'rsatyapmiz ham bu yo'lda untinsiz tirishyapmiz. Undaqda bugungi san programmamizda qaysi töhfkor ustozning unutulmaz aslimisiga jo'r bo'lamiz. Ekran orqali ustozlar bilan tanishib o'taylik. Unutulmaz aslima. Bir 1982 yılı 9. ayda Şinjanның har qaysi joylaridan aktyorlik kasbiga tanlangan bir qism o'quvchilar Markaziy teatr sho'yaniga o'qishga bordi. Shuning bilan taqdir nurg'un notunish yoshlarni o'zaro uchrashtirdi va tunishtirdi. Bugungi kunda san'at sohasida kuchli ta'sir qo'zg'ab, tomoshabinlar qalbidan cho'nqur o'rin olgan san'atkor Nijat Niyoz bilan Guljamal Matniyozmi ashu qaynoq savaqdoshlik hayotining himmati bilan do'stlashib, do'stlikdan muhabbatning oltin sohiliga qadam qo'ydi. Shuningdan boshlangan bu baxtli turmush bu bir juftlarni ijod, mehnat, natija qasriga boshladi. Ular san'at sohasida o'ziga xos yo'l tutib, sahna va ekranda nurg'ulg'an o'lmas badiiy obrazlarni yaratib, bizga ajoyib go'zal aslima, tatliq kulki ato qilib, haqiqiy san'atning qimmatini his qildirdi. Bugun Unutulmaz Aslim programmasining aziz mehmoni bo'lgan bu töhfkor ustozlar bizga qanday go'zal aslimlarni so'zlab berdi. Unutulmaz aslima. Bay biz ko'rib o'tgandek, ekrandagi bu töhfkor ustozlarimiz hozir unutulmaz sahnamizga kirish oldi turyapti. Unda bo'lsa hammamiz qizg'in chavaklarimiz bilan san'at beg'idagi bir juftlar töhfkor ustozlar Nijat Niyoz apandi va xonimi Guljamal Matniyaz xonimni qizg'in chavaklarimiz bilan sahnamizga taklif etamiz. Marhamat.
Ayran köylige Velosipedni minettim Kızlar keynide Garmun gitar pengeştim Muğluk eylege Sizlerning güzel hikoyalarini, unutulmaz estimanglarni anglaylı deb shunchalik intildik, shunchalik taqozo bo'lyapmiz. Aldı bilan sizlarning bugungi mushu unutulmaz estim programmamizdagi hikoyalarni anglashga naq maydonga qadam tashrif qilgan bugungi korxonchilarimizning shirkat mas'ullarini aldı bilan bir tanishtirib o'tsam. Unutulmaz estim programmamizning xos nomini olgan Xinjiang Gul'uz Biopan texnik shakl shirkatining qurg'uvchisi, bosh direktori Ablat Yusuf Molim. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Unutulmaz estim programmamizdan alayda qo'llagan Xinjiang Loqman Hakim Biopan texnik shakl shirkatining bosh direktori, tibbiy fanlar magistri Aytura Ablamet xonim. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Urumchi Mingda doktorxonasi Davan Yili tarmoq doktorxonaning doktorxona boshlig'i Abdukerim Ablat apandi. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Xinjiang Sanam Liangli Girim buyumlari savdo shakl shirkatining qurg'uvchisi Roshangul Emin xonim. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Xinjiang Karsayli xalqarалық sayat kooperativi Lob tarmoq kooperativining bosh mas'uli Amina Qadir xonim. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Xinjiang Madar Biopan texnik shakl shirkatining qurg'uvchisi Mamtimin Mahmud apandi. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Uningdan boshqa yana bizniki Loqman Hakim aslim uyimizda aziz mehmonga jo'r bo'lib o'tirayotgan Xinjiang Baktur savdo shakl shirkatining qurg'uvchisi Shahzoda Bakri Baktur xonimi qadam tashrif qildi. Qarshi olmaz, xush kelibsiz. Belki Nijatkam Gülcemal Adam'ın ekran aldığındaki barcı dostlarımız bilesizler. Ekran diki, yani sanat beğideki bir cüple. Nijatkam'ın Hasan Sakçı, Fazıl, muş obrazda bizden balılık çağlarımızda yürkümüzge sanıp ketken. Belki şu obrazda sizden tuncu ekran hayatınız mı Nijatka? Şunda degili buludu. Onun aldığı mı cık oynagan rollarını, cık çıkan lekin hem de halkımızga tonulup, xalqning qalbidan o'rin olgandan boshlagan hamda shular aytgan. Fazıl obrazı. Fazıl obrazı. O hamda sahnadagi cho'ng bir 2 soat drama, muzikalik drama. Hasanjon Saqchi bo'lsa, o bir etod. Kim qotil degan etodda. O'zim yozgan shu chaqda hamda haqiqatan bu dastlabda biz munchilik bo'lib ketadi deb o'ylamabdi ekanmiz. Nəhayət qısqa vaqtning ichida tayyorladik. Ekranda qo'yilgandan keyin lekin xalqning inkosi nəhayət tezla. Mening ham hozir asosiyatdan men shu tuvanga borsam, asosiyatdan meni Nijat Niyoz yoki Nijat rejissor deb menda ataydiganlar sabirlik bor kasb ichidagi o'zimizning bunda. Kang ammo kang xalqning hammasi asosiyatdan yana shu Hasanjon Saqchi dedi. Siz nəhayət bir samimiy rostchil bo'lgan bir soqchiniki haqiqiy obrazini yaratib bergan shu vaqtda, shundaqmi? Ammo sizga o'g'rimi xeyli bir taqobil turyapti, ha? Endi bu Fazil obrazini misolga olsak, Nijatka, Qeyri yigitning tuyushimi? Shu chaqda bu drama 88-89-yillaridan boshlab yozilgan bo'lishi mumkin. Bizningki dangliq dramaturg yozuvchimiz Tursunjon Letip akamiz yozgan bu dramani. Şu sahnada o'ynalgandan keyin olqishga erishib ketishlik sababmi? Balkim shu vaqtdagi jamiyatda umumlashgan bir xil hodisa, bir xil ahvol bo'lganlikdan shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Mahmud Ahmad akamiz rejissorlik qilgan, men hamda shu qari yigit Fazilning roliga chiqqan, Guljamal shu Fazilningki qiz do'sti Roshangulma? Roshangul. Ma ko'rinishimi ma suratga? Shu. Nijatka shu yosh vaqtingizmi? Guljamaldan chiqqanlarning 92-yil 30 yil bo'ldi-da bunga. Shu vaqtlardami siz Nijatkamning haqiqiy qiz do'stimisiz? Haqiqiy ayoli bo'lib bo'lgan. Biz 88-yili 10-oyda to'y qildik. 89-yili o'g'lim tug'ildi. Shu 90-yillarning beshida bu dramani bizning opera maktab vaqtida bag'olliq san'atkorlar bor. Bizlar o vaqtda yeng kelgan ekanda aqida jurgan vaqtlarimizda. Hamda vaqtlarda mana Nijatlar bu toza pishib yetilgan vaqtda olgan ekan bu rolga bak tushdi. To'g'rilik bo'lgan ekan men bu rolni men o'ynashimni o'ylab boqmagan. Qana bo'lgan bu artistlarning hammasi chiqqan ekan
eng yaxshisi mush texim turmushlik bo'lish uchun o'zining ayoli chiqsin deb shu rejissyorlar, Mahmud Kamlar meni bekitib shu bilan ta'layman deb qilib, shundan bu dramaning teximliqi tabiiy turmushga chiqishiga ham azroq qaysi qo'shdik deyman. Shu azroq emas. Anlasak shu o'ynagan Qerigitning to'yi ayni vaqtdagi shu 91-yildagi Abdunum rayon bo'yicha drama ko'rak. Bu ko'rakda birisi bu asar munavvar asar deb bo'landi. Menmo hamda shu vaqtdagi Abdunum rayonninki 10 munavvar drama artistining birinchi to'p olingan. Chunki bu 2 soatlik dramada 1 soat 50 minutga yaqin men kasıldayman-da. So'z bek jiq o'yin nima bek rol bek ig'ir hamda o'chaq. Ig'ir haqiqatan. Bu rolni yaxshi olaman deb hatta ba'zi bir kunda 2 maydon 3 maydon o'rnagan vaqtlarimiz bor. Anda kunda shuna hayajonlanib o'ynaverib oxiri uxlayolmaydigan bo'lib qoldim men. Men shu qisqagina 9 yillik drama artistlik shu hayotimda bu hamda mening birinchi o'rinda turadigan unutilmas bir aslimam. Bo'libmi biz Guljamal ikkimiz yangi to'y qilib 3 yildan keyin bu rolni birga o'ynadik. Bu hamda bizning ikkimizningki turmushimizning, muhabbatimizning bir xotirasi deb qarayman. Har bir erning vujudida birdan palvon bor. Shu qalbidagi uxlab yotgan palvonni uyg'otishga qo'zg'atuvchi kuch kerak. Unumi tez, tabiiy retseptlik palvon tableti vujudingizdagi shu shir palvoningizni har vaqt namoyon qilg'usi. Palvonning karomati, erning jasorati. Palvon Şinjan Güluz Biopan Texnik Çeklik Şirketi. Unutulmaz əslime. Unda olsa sizlarniki şu muhabbet hikayeler anlaşımca bir toy namlıq itot mu drama mı bir sebepçi oldu ki? Biz 82 yılı 9. ayda merkezi tiyatro şöyenge ten kabul kılınıp bağdıqam. Köpünçilerimiz bizdek ya hizmetten ya ki onun kichikrakları, mesela yaş cihetten bizden sal egizpes. Biz 25 savaqdaş qo'yamdi. Yaş cihetten egizpes. Bu sınıf boyunca yaşı en çok men. Çünkü men hizmettim bağan. Gülcemal'ma hizmettim bağan. Lekin yaşımız farqlındamdı bunda aytganda. Berip birga o'qidik, ham o'chaqlarda biz 2-yilga kelgan vaqtida shu itot bosqichiga keldik-da, ham biz. İtotda bir yezidagi bir jup qiz yigitning bir to'y qilish jarayonini hamda o'chaqdagi o'qituvchilar, ayollik o'quvchilarmi, asalliq millatning chat rayondagilar, dehqonlarning bunday turmushiga qiziqilgan bo'lgandan keyin, shu bir to'yni yo'tkab kelib, shu yerda bir qizning uyiga kelib, qizni elib yo'tkab achiktiradigan, mushu bir jarayonni itot qilib ishlagan. O yezamdı, yezida. Şu barağının aslında hem de bir ikimiz kız yigit bu ya ben kirmen, onunki kızını ayaktan açıkmaz. Aşağıda bir nağmada vaqılıp azraq biz özümüzün örf adet, qaydalarımız boyunca qılımız. Tot oynalgandan keyin mu hem de tabiat ikimiz yaqin bo'lib ketdik, yurib qolgandan keyin o balla aşı itotni ishkanlarga isqitib qolgan. Bu Gülcemal, Güzelnur Kurban, Xayrgül Hasan, İzzet İlyas. Muşlarning hammasi meni akad etdi. Men shu akad etdim. Akad etdilar çünkü uçaklarda bu ikimiz en sınıf boyunca fakat çıkışamaydık. Zade bir ekesi. Keyin şu siz degandek bir etot munosabati bilan keyin asta-asta Onun üstüne nazar qo'shimcha qilib qo'yam deyildi. Biz aka deymiz, lekin Nijat o'zi sinfning panjanti. Sinf boshida qo'ygan keyin biz bo'lib mal kichiklarga ko'yindik. Bu Beijing degan shunday jaraq ota-onalarimiz qoldi ishlabmi. Biz 24 bola shu bir oilaning bolalardek. Aslında bo'lg'ashqa bu mehr muhabbat asta-asta birga yuravergan keyin ikkimizda lekin unisiga etotim bor ham. To'y namlıq etotda ham siz Nijat kamning bir qiz do'sti bo'lish sharafiga erishdingiz deyli endi buni. Shu vaqtda o'zingiz qandayroq texim qo'shib ketdingizmi, hayajonlandingizmi? O vaqtlarda hayajonlanış emas, tatlinib qo'rqitib quloq chiqaran qarayamaydigan vaqtlarimiz. Biz vaqtda kichik bo'lgan keyin to'y degan narsa kallada yo'q-da. Shu ishqa bir tas o'ynagan. Ya da biz qoidalarni bo'lib ketgan qo'yanda bo'lsa. Shu to'yda bo'lgan qaytaning hammasi ketgan. Almanistigiman deyish.
Vallahi hemmisi şu tarafta. Aşağı. Onda biz tuyunglar şu Ali mekteptiler. Bop bop bop. Buni mas surat 86-yili o'qish bitgan vaqtida o'qish bitirish guvohnomamizni qo'limizga elib bizning yuanjonlar bilan tushgan rasm shu. Qana Guljamaldan bilan chiqqanlarni bak izdidim. Guljamal ma birinchi ratdan o'tag'li ma o'ng tarafdan sanalgan 4-chisi. 1 2 3 Wow! Qiz. Men eng oxirgi sol tarafdan sanaganda 5-chisi. Eng oxirgi. Eng igizili deylar. Turg'un bilan olim kuchimiz endi bo'yimiz igizroq. Oho, nim degan go'zal aslimlar bu. Çoxum sizlarning do'stlig'inglar, muhabbatinglarmi mushu o'zaro o'g'inish bilan texim bir zanjirsimon bog'landi deb o'yladim. O'qish bitirishda biz Fransiyaning Saxtipaz degan bir dramasini o'ynagan. O dramada men Saxtipazning roliga chiqaman. O'zim samimiy bo'lgan bilan shu Saxtipazning roliga taqsim qilib qo'yibdi. Lekin u Saxtipaz degan asosiy personaj bo'lgan bilan bir chaqa qiz bola Dolina deydigan. U qiz bola hammadan gepichiq, hammadan uning roli bu Guljamalga taqsim qilinib qoldi. Buni davlat o'rtaq tilda o'ynadik. Eng so'zi ko'p rolni Guljamal o'ynadi. Eng jiq harakat qilgan, eng jiq gap qilgan. Buni shu markaziy televiziya stansiyasidan surat kelib taqatgan o'z vaqtida buni. Ammo buni shu eng oxirgi yildagi ta'tilda biz ota-onasiga nima gap qilib xat yozib buni ketkizmayman. 2 oy ichida bisib mashq qildirib shu nimani oxir sahnaga chiqadigan bo'lgan. Buning bilan mening to'pan bor mana. Haqiqatan Mağada muallimni qattiq talab qo'ygan. Shu vaqtda men atgan hamma bola ta'til ketdi. Bir sinfning bolalar bor ancha muncha lekin atgan qopib men chiqarib talada mashq qilsa deb qiz. Fayin mashq qilma. Mashq bo'lgandan keyin yiliq o'qimagan xatlarimni yezib birdi, pengen qilib kunda ashqodi bir muallimim bo'ldimi bak yangi mashtab qilg'ashqa. Men o'zim yolg'iz bo'lgan bo'lsam, balkim ashu roldan keyin muvaffaqiyatli o'ynashimga haqiqatan ko'zim yetmaydi. Esil sifati va yuqori unumi bilan xalqimizning yoqtirishiga erishgan Lo'qman Hakim mahsulotlari Oyto'ra doktorning yetakchiligida yangicha qiyofat, yuqori sifat bilan bozorga selindi. Lo'qman Hakim biopantexnika cheklik shirkatining kozir mahsulotlaridan Lo'qman Hakim oqsil talqini, Lo'qman Hakim ko'p xil vitaminlik oqsil talqini qatorliq 10 xil mahsuloti qepi bahosi o'zgartirilmagan asosda yuqori sifatda ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Suv kelgichi to'g'on tut, Lo'qman Hakimni do'st tut. Unutulmaz aslama. Endi mushu Nijatkamniki, mushu sahna hayotini ko'rsak, Nijatkam o'zi bir noiti iqtidorli bir rejissyorchi. Uningda boshqa Nijatkamning qiziqishi bek ko'p. Bo'lib mushu foto suratchiligiga Nijatkamda ajoyib bir qiziqish bor. Ham tatgan suratlarmi bizni haqiqatan o'ziga jalb qildi-chu. Men hozir agar pushmon qilamsam o'sha hayotingdan desam, endi pushmon qilmaymiz. O'tib ketgan ishlar o'tib ketdi. Ammo kundalik xotira qoldirmaganligimdan o'zim shunda pushmon qilman hozir. Mushu ishni yetildirmay, mushu ishni qilmaganimdan men nayt afsusdaman. Lekin ma foto suratchilik qiziqib, buningdan qolgan xotiramdan men nayt xush bo'laman. Shunda aniq esimda 83-yili markaziy millatlar dashosida bir shu yanda aytdik, bir cho'ng bir faoliyat bo'ldi. Men shu vaqtda bir chet ellik o'quvchi men bilan yaxshi o'tibmiz. Yo'sharshin. Ashuning rasm apparatini arayat kelib apirib, shu rasm apparati tatgan rasm mana hozirgacha bor. Mush jarayonda mush tatgan rasmlar endi men iliq o'zim xotira yozolmagan kamchilikning bir qismini bu to'ldadi-da. Belki ben de Nijatkamning bayqamış o foto suratchiligi haqidagi bayonlarni anglagandan keyin sizda mundaq bir o'ylanish bo'ldi deb o'yladim ekran oldida ko'rman do'stlarimiz. Nijatkamning kasb haqida qiziqyapsizlar. Mening o'qigan kasbim biroz murakkab, turji. Sanayma degan. Oxir men pensiyaga chiqib o'zim nima kasb bilan shug'ullangandim desam, nihoyatda nima qilib qoldim, maysunib qoldim bu nima ish qilgan emas. Hammada bor ekanman. Hech qaysi ishni yaxshi qila olmabdiman. Yo'q, kamtarligi mana Nijatkamniki, kamtarligi. Men 77-yili san'at maktabida usul kasbiga qabul qilingan. Nijatkam usulchi mana. Hozir mana tasavvur yo'qolib ketdi. Yo'q, shuni olib chiqaylab turib. Usul kasbiga qabul qilinib 3 yil ham o'chog'da Jungjuan Otur texnikum
3 yil usulda tarbiyalanib, 80-yili nimaga shu sharq san'at maktab usulchilim hemen. Undaq bolsa sizningki shu san'at bilan bog'lanishingizda oila muhitining ta'siri bor desam to'g'ri bo'lamdi? Mening dadam sotchi. Anammı sotchi. Men sotchi oilasida shu Urumchida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Albatta ota-onamning orzusi menimi sotchi qilmoqchi. Lekin men bu kichigimdan shu san'atga qiziqib qilib, dadam opamdan xupiyana shu o'g'irliqchi mas san'at maktabga ular gap qilmay imtihonni berib bo'lib, o'tib qo'limga qog'oz bergandan keyin berib ko'rsatgandan keyin hamda u joqda amal qilmadi-da. O qarshilik qilgan bo'lsa, yana to'sib o'taydi. Yana mening tanlashimga hurmat qilib, hamda bo'pti. imtihonni berib o'tib bo'lsa, o'qisang o'qig'ina deb shuning bilan o'shani o'qib qolgan. So'tchi san'atchi, soqchining rolini oldingiz qo'yish qilib shuni qandi bor deydi. Unda qoldi Guljamalda sizchi? Siz Aqsu Avatdan, ha Guljamalda. Men Aqsu Avat Ashnoyishida bir ziyoli oilasida, ya'ni so'tchi oilasida cho'ng bo'ldim. Dadi so'tchi. Voy, so'tchilar oilasi. Şu vaqtida dadamning dadasi shu o'z vaqtida yizida, yani Do'lan mashribida bundaq nima qalunma chaqirgandoq, ani yana bir tog'alarim dab degandek bir alnag'michilar yoshlar. Kichik vaqtlarimizda ashliq muhitda cho'ng bo'lg'ashqa, balkim shu bir san'atga bo'lgan ishtiyoq balkim shu vaqtdan tortib boshlangan bo'lishi mumkin. Erishish uning hurmati, muhabbat uning qanoti, ko'yimchan amroying uning baxti. Baxit u bir tuyg'u, kulsan keladi, yig'ilsan ketadi. Eng cho'ng baxit sog'lom bo'lgan dillardan, tur deb tutgan qo'llardan keladi. Cho'lponlik u bir mas'uliyat. Cho'lponlik hayotimdagi baxit sendagi ishonchdan kelgan. Şinjan Gül-Uz Biyopan Texnik Çekiliş şirketining Ezora mahsulotlari sizga baxit va sevgi bag'ishlaydi. Ezora. Nijatkamni hammamiz bilamiz, Nijatkam ajoyib yangilik tarafdori, ajoyib ijodkor, ajoyib go'zal asarlarni chiqardi. Zamoniylik bilan badiiylikni ikkisini birlashtirgan asosdagi nodir asarlari hozirgacha hammamizdan olqishida. Oilada-chu Nijatkam noit mas'uliyatchan bir bilamiz, sizlarga qattiq talab qo'yamdi. Oilada kesib qo'ygandek anda qattiq emas. Nijat bek oq ko'ngil. Oq ko'ngildan bek oshiribmi ba'zida o'zi bek jiqsiyan tatib qolgan boshqalar oq ko'ngil. Mesela turmuşdamı ballağımı nurgu vaqt şunda qattiq qo'lliq qilay deb turibmi ballaq bo'ptilar. Mushu ballarning ko'ngli qanmisinchi, mush ikki balamiz o'zi xohlaganini kasbni tanlaydi. Alda noit yaxshi bir sizlarning bir oila mizoninglar bor ekan, yana mushu birga chiniqish, birga kitob ko'rish, ishqilib ajoyib birga mingish tarafdoridan Nijatkam sizlarga bek yaxshi boshlamchi ekan. Mushu o'zim o'ylab televiziya rejissor bo'lgan keyin televiziyaga chiqqan har qanday san'atkorlarning cho'qim marja talabga loyiq, masalan usulchilar bo'lsin, mayli bo'lsin, chiroyli turishni orzu qilgan bu rejissorlarning bir kasbi. Unisiga o'zining pokizlikni yaxshi ko'rdi, kiyim kiyishni yaxshi ko'rdi. O'zi go'zallikni sevgan bo'lg'achqa qarshi tarafga talabni qo'ydigan. Eng muhimi endi meyada doktorlar bor ekan, sog'lomlik nuqtasini aytgandimi, chaqqan turish, o'rug'roq turish, balkim semirib ketgan qaraganda sog'lomlik nuqtasini aytgandimi bu yaxshi ish. Hozirgacha men endi harakat qilgan 3 kunda va u harakatni qilib turibmiz. Maqsad endi nima, voy 100 yosh kerakmi, 150 yosh kerakmi emas, endi bir sog'lom o'sib, sog'lom cho'ng bo'lib, vallahi yaxshi bir qilsak deb o'ylayman. Nijatbek yaxshi ahvollar bor. Lekin harakat qilamiz deydi, ma'qulda harakatlarni yaqinda qilamayotimiz, navr boqimiz deb. Lekin tang harakat qilamiz. Mana bir oila kishilarniki o'zaro bir-birining ahvolida bir-birining yaxshi ko'rgan narsaga moslashib, tang moslashganda, ikkisi o'rtoqlashganda bu oilaningki texnik ro'naq tepishiga, texnik inoqligiga bek bir yaxshi bo'ldi-ki, foydasi bo'ldi-ki. Bir qitim bunday bo'lgan Nijat bir mashinasini yengiladi degan. U mashinaning tepisi appoqroq ekanda, kechikib qoldik, chaqqan bo'lmamsa debken shunda nim qilganti bo'ldi deb, ash kirimlarining hammasi sep-sepdan mashina chiqib o'tirib, shuni endi bo'pti, mishat qilay bo'pti, mangayli desam, men bo'lmay bak ochiqlamadik. Vallahi men sizni so'rasaq, mashina bir tormizganti, men yangagan mashinasi qap-qarq mashliqdan qarsizib. Buni esaq chiqmaydi, shuni bilan. Hozir ustib ketdi. Hozir mashinada girim qilishga karamat ustib ketdi. Endi Guljamaldanki ma xarakterini ko'rgan vaqtimizda nayt o'zini qo'yib yetadigan xushchaqchaq, ajoyib qiziqchi, menga shunday qilib bilindi-chu. Tangsangning shogird qisqartishi degan elqi etodni ko'rgan vaqtimizdagi obrazingiz, uni ko'rsak hammamiz kulimiz. Shu jarayondagi bir aslimlarni deb beramsiz Guljamalda. Ben bunu oynadığım vakti birinci özlem koşulmaya durup Nicat Müştak men oynadıydı desem bu tür kitap. Özlemli küçüğünde çıkıp bak.
Oynayalsan tek yaxşı sana bir fırsat bir çeniqişken hep şuna degandan keyin Nijatim fikrini anglagan keyin ankem idora berib saboqlashlarimga bu nima yapmağını bildinglar desem şum oylab baqsa biz opera maktab birisi o'ruq birisi ovoz inchkiroq chiqadigan birisi harakat chaqarib birisini topolmadik mush qarasak sening harakating bek chaqqa deydi men o'ylash baqay bir 2 kun deb turib oldim hozir o'ynayman dedim men o degan bir bütün mamlakat tanıydigan bir Liu Xiaolin degan atog'liq bir san'atkor o bütün adam bildigan bir rolni men qayta sahnega agar o'ynayamsamchi qo'rqdim bolalar kichik vaqtida shu televizorda kunda shu g'arib sayohatini bergan vaqtda shu gap qilmay birimdan qilib do'rab baqdim besini tatlaydigan ayliq birim qildigan kuldiganni qilib beqib ishga balani o'tag'iz qo'ysam opa biza o'xshavdi o'xshab shuni ola qala qilsaq bo'ladi deb no'g'ishmati no'g'ishni qilib beqib beshim urilib beli putimga tushib ketadi endi shu vaqtda shundoq bir cho'ng kechilikda shu o'ynab men agarda bir rolni o'ynamay qolsam qanday bo'ladi bo'pti men bir qilib boqay har qanday narsa bir qilib boqmasangiz uni qanday bilmaysiz ku endi rejissyormi dedi sizning jiq taraflaringiz tushidi siz o'zingiz qo'yib o'ynang deb uni qilib buni qilib mashq qilish jarayonida bir mo'so qilib boqay deb qildim bechiq chapatatdim lekin o'zimmi endi sahnaga chiqib o'ynagan vaqtimda o'zim ko'rmadim qandoq bo'pti shu rol biza bo'ptimi debchi keyin voy o'xshabdi undaq bunda bir kiyimlarni kiyib uni buni qilgandan keyin shu boshqalar voy bek o'xshabsiz degandan keyin ha o'zim bir o'tirib ko'ray deb asta ko'rib baqsam men biza yiqilishibdi ham unda bir peshvolar o'ynagan andoq bir boshqalar tanish obrazni haqiqatan sahna o'ynab chiqish undoq oson emas Memleket Kupet müsabakasında gümüş medal aldı mı şununda? Degan do. Bo'ldi men aytay. O'tir aka. To'ynimi qilib olding. Yaxshi bo'pti ukam. Illiqoyligi nima etsin? Shu. Muhabbatning taptidan qishdimi? Illiq o'tiribkansanda? Xotin elib turmush guldidi. Sanshing bilan uyim illadi. Sho'xlanning sanshinsini maqtidi. Al, pokiz yashab muhit asrash. Bo'ldi-ku tal. Unutulmaz əslime. Nijatkam o'z navbatidan iqtidorliq bizniki ustoz rejissyorimiz. Bo'lib Nijatka sizniki shu Beijingdagi No'ruz kechilik balkim ekrandagi barcha do'stlarimizniki esida bor deb o'ylayman. Mush jarayonlarda siz ajoyib jafo chekdingiz. Shu bir aslimlarni o'ylab baqsa qanday qaraysiz? Beijingdagi No'ruz kechiligi haqiqatan ham de manga nisbatan ham san'at hayotimda mening shu ijodiyat hayotimdagi ham eng jiq jafo tatgan, ham eng zo'r sharaf his qilgan, ham qalbimda mening eng yuksak saviya yaratgan bir asar deb qarayman. Hamda buningda nurg'un odamlarningki qon tari va amgiki va kuchi va men bir planlovchi, men bir tashkillovchi. Lekin atrofda nurg'un ijodiyatchilar, mayli kompozitorlar bo'lsin, shoirlar bo'lsin, usulchilar bo'lsin, usul ijodiyatchilar bo'lsin. Bu nurg'un odamning beshini bir ekiga vaqtida ananiki bo'libmi? Beijing No'ruziniki buningki hamda isil yuqori saviyalik san'at kechiligidan qilib berish emas. Bunun siyasi biligi minayet güçlük. Türkümlep Şinjan'dan bağlan peşvalarımız, peşkademlerimiz Şinjan'da tanıştırışta, Şinjan'ın terakkiyatı için, memleketimizdeki terakkiyatı için koşkan tökpüsü pek zor. Muşunun etraf kılınıp tallanğanlığım için özüm nihayet fakirlenime. Hem muşunda partiya hükümetinin ki, mütehassislerinin, rehberlerinin ki, bana işinip, muşuna fırsatını bana berganligidan nihayet köp minnettarman. 2012 yılı To'qqizdagi vaqtimda tunji bo'lib, mushu televiziya sohasiga, televiziyaniki bo'sog'isidan qadam olgan vaqtimda Nijatkam menga ustoz bo'lgan. Shu vaqtda Nijatkam meni bir qo'lliq o'zi tarbiyalagan. Ham men tatib akilib turib, eng oxir degan bir yig'izga hozirgacha yodimda. Fukam Isoq, sen bek iqtidorli ekansa, bek talantli ekansa, bek tirishchan ekansa, sening bir yoshurun iqtidoring bor, sen o'zing his qila olaysan, sen o'zingni shu ovoz jihatda bir taraqqiy qildir deb ovoz bölümüge tanıştırıp koydu. Onun degan qadam bosqichlar bilan, shu ustozlarimizdan yetaklashi bilan mening bugunim bo'lgan. Shu men naq maydonda ustozim Nijat Niyozga chin yuragim bilan mehr muhabbatlik, salomimni, minnatdorlik tuyg'umni ifodalayman. Rahmat ustoz. Demek Nijatkamniki tuhfalari, Guljamal odamniki uftuq natijalari biz desak tugumaydi. Orliqlarda Nijatkam jiq yo'qolib ketdi. Ham bugun
shu yo'qolib ketishning sababini bir deb bersangiz. Yo'qolib ketmadim. Ya'ni shu xizmatning ehtiyoji tashkilining o'rlashtirishi ham. 2014-yili Xotan viloyati Gumun ayesininki Moji bozori deymiz, hamda Moji bozorining Langadadida bir yil shu el xizmati bilan bo'ldim endi. Anadagi 2015-yili 7-oydan boshlab Xotan viloyatlik partikom ma'muriy mahkamaninki taklifi bilan Xotanga xizmatga, guarji xizmatiga berib, Xotan viloyatlik partikom tashviqot bo'limining muavin bujangi bo'lib, asosiyatdan shu Xotan viloyat Yenqashdeshi Naqshsulomakka Tanjang bo'lib shu o'makni tutib 2 yil u yerda ishlab, shunga 3 yil endi Xotanda bo'lib qoldim. Unutulmaz əslime. Bu san'at beg'idagi bir juftlarning hikoyasini unutulmas aslimlarini anglasak tugamaydi. Bizning nurg'ulg'an ko'rmanlarimiz, sizning kasbdoshlaringiz, sizning ustozlaringiz va yoki bo'lmasa havaskorlaringiz bizga to'xtamay tabrik xatlarini avatib turdi. Mush xatlar qatorida ajoyib esil yozilgan bir muhabbatli xat hammamizning diqqatini qo'zg'adi. Unda bo'lsa biz Gul'uz aslima xat sandig'imizga kelgan bir parcha xatni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan bo'lsak, men bir hayotga umid bilan boqqan oddiy bir kishi. Men bu go'zal rangdor dunyoni sizlardek aniq ko'ramisanmi? Ammo men bu dunyoning illiqligini, inson bilan inson o'tirsidagi samimiy chin do'stlik, o'zaro yordam madadlarning qanchalik illiq va go'zal ekanligini ko'ra olaman. Men va mening oilamning Nijat Niyoz oilasi bilan bo'lgan do'stlik rishtasini xeyli uzun yillar ilgariki bir qatimliq hayotimdagi eng katta naqsh kechiligidan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Shu kundan boshlangan do'stlik rishtasi bizni bugunga ulashtirdi. Nijat Niyoz oilasining menga qilgan mehribonlik, do'stlik mehrini men kuylarimga qatib shuncha aytsammi, bu mehr otash kuy bag'an sir kuchiydi. Bugun men shu mehr muhabbat hikoyasini sizlarga deyish uchun, ularga beg'ishlangan kuyimni aytish uchun unutulmas aslim sahnasiga keldim. Balkim biz bu bir parcha muhabbatlik chin yurakdan chiqqan xatni anglagandan keyin hammamiz shunchalik hayajonga to'ldik deb o'ylayman. Bu qalb egisi balkim Nijatkamning hayotida eng yaqin kishisi. O qalb egisining yuragida Nijatkamning o'rni ajoyib yuqori. Bularning o'tirsida balkim ajoyib go'zal, unutulmas hikoyalar bo'lishi mumkin. Bir-biriga yordam bergan, natijalardan, qutuq shon sharaflardan kulgan chaqlar bo'lgan. Bugun biz ana shu unutulmas aslim hikoyasining egisi dal Nijatkamning yaqin bir aka inisining hikoyasini anglash uchun, aslimisini anglash uchun sizning yuragingizdagi shu iningizni biz naq maydonga boshlab keldik. Sizcha bu qalb egisi, bu xatning egisi kimdir? İbrahim Qurban. Qanunda hozir qilgan javoblarimiz bilan xalq san'atkori, atoqliq naqshchi, san'atkor İbrahim Qurban apandi hurmat bilan sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Seylige barakto sayram kölige Büdüspütni minetto tezlar kaynide Garmun gitar Unutulmaz əslime. Ürümçi Mingdo doktorxanası, Davan Tarmaq doktorxanası rayonimizdagi 3 darajalik doktorxonalar bilan davolash texnik jihatdan hamkorlik o'rnatgan bo'lib, kasbni kamolatga yetgan mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan. 5 a'zo bo'lim, tashqi bo'lim, ayollar bo'lim, ishki bo'lim qatorliq har qaysi bo'limlar sistemalashgan. Ilg'or tekshirish uskunalari saqlangan universal muntizam doktorxona. Abtonom rayon yezi shahar davolanish sug'urtasi belgilangan davolash apparati. Doktorxonadagi barliq parvish xodimlari sizga salomatlik, oilangizga esallik epkagisi. Bizning unutulmas aslim programmamizga kelganingizdan shunchalik xush bo'ldik. Oldi bilan bir yurak so'zingizni anglaylik aka. Salom
Nijatga salom Guljamalada. Salom ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Mana bu unutulmaz esleme programmasida güzel eslemlerimni Nijat Kamla bilan ailesi bilan biz qanday uchrashdik. Bu uchrash orqali nimalarga erishdim? Mushularni men deydigan bir fursat kelibdi. Isaqjon, xo'sh aka. Musha hozirgi Nijat Kamniki turqun bir so'rab olsam, o'zgarishlar bo'ptimi? Bugun qanday holat kelibdi? Chochlari qandaroq? Chichi qisqiroq. Chichi Nijat Kamniki hozir men baytimi deb o'tdim. Damilishga chiqdi pensiyaga deb. Yosh turib deb oldim, aka. Shunchalik salobatlik Nijat Kam, ya'ni burunqi men siz ko'rgan vaqtlarimizga o'xshaydi. Chichi lekin qisqarib qapti. Xo'sh bo'ldim. Ham choch qisqaribdimi? Chochni sal qisqa og'izib texim yosh ko'rinaydi dedim endi, ha? Chochning rangi-chi. Rangi qor bilan oq aralash. Oq emas. Oq bormiki? Oq azroq, oq baka. Oq ko'ngillik beshig'i chiqib o'tibdi deyman. Onda O'zbek aqdim bitam. Nijat Niyaz, ya'ni Nijat Niyazdek turibdi. Sizning qalbingizdagi Nijat Niyaz oilasi qanday oila? Endi men buni shu bizning bir do'stimiz bek oq ko'ngil bir qarindishimiz bordi. Mushu Anvar Abdugul ağaynimiz sebeplik tanıştık. Bir kuni bir telefon alıma İbrahim toyba. Ama bu toyda şundaq bir sen intildigan biz intildigan ko'rishga tashna bo'ladigan qalbdosh bo'lishga tashna bo'ladigan bir yaxshi akimiz barmishada sen kadidi. Men endi ideyamda bu Nijat Kamni qalbini uftiman deb ketyapman endi. Shuning bilan bu to'y boshlandi, to'yniki boshlanish so'zlarini qildi boshqa bir riyosatchi. Shuning bilan bir qancha naqsh etilgandan keyin bu Nijat Kam chiqib meni taklif qilib qoldi. Endi men ko'nglini uftiman degan odam u yerda mening ko'nglimni utib ketdi, o'chi o'linib ketdi deymizmi? Mushu inimniki naqshisiga men ayolim Guljamal bilan bir tans o'ynayman deb aytdi, rohat chiqdi-da sahnaga. Sahnadimi rohat o'zim yaxshi ko'radigan naqshamni aytib edim. Endi men izlaydigan yerda meni izlab kelibdi, seni endi shu cho'qim chaqnatmasak bo'lmaydi. Ideyangda tayyorlig'ing qanday? Deb men bu bir qism planlarni tuzib keldim dedi. Nijat Kam tuzgan planlar mening orzuyimning, mening planimga, mening orzuyim uchun tuzilgan planlar bo'lganligi uchun shuning bilan moslashib ketdik. 3 yil tayyorlik bosqichida Nijat Kam asli balları bilan oilasida o'tkazilgan vaqtlarni shanba yillik damilishi deymiz. Hammasini asosiyatdan 3 yil men bilan o'tkazdi desam bo'ldi. Bizning kechiligimiz bo'ldi 2013-yili Xalq saroyida bu kechilik ro'yxatga chiqdi. O'zingizmi bor bu kechilikda hamda? Ha, men bor. Mening mushu ahvolimni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Meni bir yetlab mangmoqni o'zi bir masala hamda. 3 yil jarayonida o'zi meni qo'limdan yetlab, hatto tomoqlarimgacha, uchamdagi kiyimimgacha desam bo'ldi. Alayda bir ko'ngil bilib, aytdim mehr muhabbati bilan mening kasbimni joriy qildirishimga asos soldi. Endi bu Nijat Kam oilasi Guljamal odam deymiz, hatto cho'nglargacha biz munosabatimiz yaxshi. Bu munosabatni mehr muhabbati bilan bizga berdi. Nijat Kam bilan bu oila ikkimizning o'tishga o'tirsida qayg'uliq eslamalar bo'lib boqmadi hammasi. Men uchun go'zal eslamalar. Ba Japonni tatdi hamda Nijat Kam men rohatda davomlashtirib keldik.
İbrahim bilan bizdeki bu ta'sirlik ishlar. Bekçik. Biz bunda aytganda bir qo'saqdan tug'ilmasaqmi, bir qo'saqdan tug'ilgandek mana bir akini bo'lib, bundan keyin 3 va'dimiz bor-ku. Unutulmaz əslime. Senemlegi yar senem, camalınğı par senem, reng culadı yigane, karameti var senem. 20 yıllık tədqiqat nəticəsi, rəngi culalıq, həm ziyansız, sənəm 20 yıllık çaç boyuqı. Unutulmaz əslime. Naq maydonga kelmagan Nijatgam nurg'un kasbdoshlarning yurak so'zlari hozir bizni oldirtib qo'ydi. Shun biz oldi bilan shu ekran orqali Nijatgamning kasbdoshlarining yurak so'zlarini bir anglab boqqan bo'lsak, ular nima deydi ekan? Qani marhamat. Ekran oldidagi va naq maydondagi aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Nijat bilan Guljamal meningki savodishim bo'ldi. Biz 82 yildan 86 yilgacha Markaziy teatr sho'yenininki aktyorlik fakultetida birga o'qidik. O'qish bitirib kelgandan keyin davomli bir idorada ishlab keldik. Nijat bir mezgildan keyin Xinjiang televiziya stansiyasiga yo'tkilib ketdi. Savodishim Guljamal bilan men yana davomli Xinjiang opera teatrininki artistlar guruhida ishlab kelyapmiz. Men sizlarninki tininglarga salomatlik, oilanglarga xotirjamlik, buningdan keyingi san'at hayotinglarninki texmi mo'l, go'zal bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Biz 1982 yılı Merkezi Teatr Şöyeniga birga qabul qilingan. Demak, 82 yıldan ta hozirga qadar mana 40 yil bo'ldi. Nayt yaqin do'st, sirdosh, mungdash bo'lib bugungi kunga keldik. Savaqdishim, xizmatdishim, yaqin do'stim Guljamal shunchalik oq ko'ngil, bak mehribon, kasbiy jihatdami o'ziga tushgan shunchalik yaxshi obrazlarni, yorqin obrazlarni yoritib, keng xalqim ommasining qalbida chunqur o'rnab kelgan bir san'atkorlarimizning biri. Savaqdishim Nijat Niyozmi biz maktabda o'qigan vaqtlarda shunchalik munavvardi. Ham bizning sinf boshlig'imizdi. Nijat aktyorlik shunchalik yaxshi o'qigan, taqsim qilinib operaga qaytib kelgandan keyinmi nurg'un asarlarda, masalan, operalardami asosli rollarni o'rinlagan. Keyin xizmatning ehtiyoji bilan Xinjiang televiziya stansiyasiga yo'tkilib ketdi. U yerga yo'tkilib borgandan keyinmi o'zining rejissorlik rolini nihoyat yaxshi joriy qildirib nurg'unlagan cho'ng tipdagi kechiliklarni vujudga chiqardi. Hamda nurg'un natijalarga erishdi. Men bu ikkisining bundan keyingi hayotida kasbiy jihatdan yanama zo'r yutuqlarni qo'lga keltirishni, eng muhimi tenining salomat bo'lishini, oilasining texmi baxtli bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Bugun yana qutlashib tegishlik ajoyib go'zal ishdan birisi bor. Nijatgam damlashga chiqibdi. Muborak bo'lsin. Bundan qo'shlayli desaydik, damlashga chiqmaydi deymi? Nadir bo'lgan asarlarni davomli bizning huzurimizga sunsangiz bo'ladi. Albatta sizning chiqqingiz yo'q deb o'ylayman. Nimishqa baldir chiqib oldingiz deyman Nijatga. Yap yosh turib, ha? Am pensiya chiqsami yana o'xshashsam xalq uchun xizmat qila oladi. Nurg'un to'g'ri arzu armonlari bor. Damlashga chiqqandan keyin u Nijat Yulduzli rejissorlik ishxonasini qurdingiz, ha? Endi davomli ishlayman demoqchi-ku. Mushaqda qisqacha bir to'xtalib o'tamsiz. Pensiyaga chiqdim, xizmat ishxonasini qurdim. Hozirdan boshlab ishlarni boshladik. Yana shuna ishni qilmoqchi biz. Bundan keyinmi? Bu yilgi tava biz Suratxondagi hikoyalar deydigan bir chatma televiziya filmini, uning hozir ssenariysi yozilib tayyor bo'ldi. Shu filmni ishlamoqchi. Hamdaki damla şirket mas'ullari uchun qani sizlarning qanday yurak so'zinglar birlikda anglab boqaylik. Biz cho'ng bo'lsak, Hasanjon Saqchi ko'z oldimda turibsiz. Men sizni bir artist emas, bir saqchi o'rinda ko'ratdim. Xeyli uzun yillargacha. Demak, sizningki shu jamiyatga bergan aktiv energiyalaringiz nihoyat nurg'un. Mingda doktorxonasi
ishkanlarninki har yillik shu salomatlik ahvolinglarni tekshirishni biz ustimizga olaylik. Endi bir umr xizmat uchun ishlab jaboni tortyapsizlar. Shunga sizlarninki sizlarga bo'lgan bizning bir doktorxonamizningki bir minnatdorligi. Ham İbrahim akamizningmi shu ham. Sizlarninki boshqalarni bir xil hurmat qilib turib yoki izzat qilib turib, ondan shularning qalbida o'zininki obrazini yuqori ko'targan ma'vo bu bekcho'ng bilimkenchi bu. Nurg'un peshqadam ustozlarniki bu sahnada ko'rish jarayonida, hatta gaplarini hikoyadan anglash jarayonida ajoyib kamtarlikni his qilyapman. Shu munosabatda yana bizning Guloshikimiz bazar salgan 100% kolaylik pepetdan har birini so'qilay anandagi Guljamal adamniki texmi yosh mana shundaq. Texmi go'zal turishni har vaqt shehrning mushta go'zallikning tabassumninki uzilmasligini orzu qilib kristal ko'zcha baxtimmi bir so'qilay. Rahmat. Salomat umrlar uzun bo'lsin. Endi bugun sizlarni tunishimiz ham hamkorlashibmi baqqan. Lekin endi bundaq cho'nqur tushunish bo'lmabdi ekan, sirdoshmabdi ekanmiz. Bugungi Unutulmas Aslama programmasi bizga mush fursatni beribdi. Pensiyaga chiqibdi, lekin mush yoshlarga sahna yaratib berma degan so'zlari men intayin ta'sirlandirdi. Hem şu arzu armanlarınız yetkizsin. Şununla Sanam şirketimizin en isil mahsulotlardan üçünlarga hem de bizning şu xudanda ishlagan yerlik mahsulotlarımız var. Çaş o'stiradigan, çaşni yaxshilaydigan, çaşning tushini to'xtatadigan hozirgi ham davrlarda yoshlanishib bordi çaşga ahvolda. Şunanga aşı mahsulotlarimizdan üçünlarga bir yurtdan so'g'at qo'lay qabul qilgan bo'lsanglar. Rahmat. Mana bekrak ta'sir qilgan ishlarniki ilmiy uzuqlanishga diqqat qilish, birlik chiniqish bir oilik ishlarnikichu. Bu hozir biz tavsiya qilayotgan sog'lom turmushniki bir eng tipik talab bu shu hamda. Salomatliklarni yaxshi bo'lish uchun bizning mana shu Luqmandagi shirkatimizning immuniteti uchun yuqori ko'targan aqsal talqonlarimiz bor. Mana shu aqsal talqonlarimizdan uchuninglarga sovg'at qilsam, fursatda sizlarniki unutulmas aslamalarga jur bo'ldik. Mush munosabatda sizlarninki tininglarning texmi salomat bo'lish uchun bizningki Şinjan Madar Biopen Texnik şirketimizning ishlab chiqargan sapqan o'simlik tabletini Nijat kamga, İbrahim kamga so'g' qilsam, qo'llaringlar texmi sap, tininglar texmi salomat bo'lsa, Guljamal adamga tuygusida aqsilidan bir qut so'g' qilsam, bo'lgan bo'lsanglar. Unutulmaz aslama. Ahırda hammanglarniki muhabbatga to'lgan qalbinglar bilan yuragingizdan chiqqan bir naqshingiz orqali mush programmamizning eng oxirini sizni oxirlashtirib pasimikin deb o'yladik İbrahim aka. Mushdan qada qaraysiz? Rahmat. Buningga mobdan qarayman hamda. Nijat akam, mening akam, ham ustozim, ham yetakchim. Bayam o'ziniki arzularini keng yoshlarga dedi hamda yetaklab mangimiz deb. Mening mushu ko'zim ko'rmagan bir odamni mo'shinchilik chaqnatqayada ekran oldidagi barliq yoshlar sizlarni chaqnatmoq bu odamga menikidek mushkul emas hamda. Mushu unutulmas aslama programmasi orqali nurg'un gaplarimizni davoldik. Ham Nijat akamniki oilasiniki quvvati Guljamal adam. Mushu Guljamal adamga davomliq hamda salomatlik tilab men qiz ayollar bilan go'zal bu jahon nomli naqshamni so'qsam. Mehr bor kezimizdan bor. Mehr bilan go'zal bu jahon. Mehr bor kezimizdan bor. Mehr bilan go'zal bu jahon. Qiz ayollar bo'lsa beg'ubor, yuraklarda qo'zg'ar hayajon. Qiz ayollar bo'lsa beg'ubor, yuraklarda qo'zg'ar hayajon.
Mehir bar kezimizdan bor Mehir bilen güzel bu cihan Mehir bar kezimizdan bor Mehir bilen güzel bu cihan Libaslarda kürki culası Gözlerde şermi hayası Yüreğede otluk nidası Kızlar bilen güzel bu cihan Kızlar birer söygüdün nişan Mert yigitke bular hem canan Kızlar birer söygüdün nişan Mert yigitke bular hem canan Ulu ana bular hamam Kızlar bilen güzel bu cihan Ulu ana bular hamam Kızlar bilen güzel bu cihan Kızlar birer söygüdün nişan Mert yigitke bular hem canan Kızlar birer söygüdün nişan Mert yigitke bular hem canan Erzent için Analar kıyaş Ni elemge bire